Bir yerda bir marosimda bo'ldik. Sizlarga tushunish oson bo'lishi uchun aytyapman. Bir obro'li, salmoqli odam boshqa joydan o'tirgan joydan turib, meni oldimga kelib so'rashib, bir ikkita og'iz gapim bor edi, aytib olsam ruxsat berasizmi? Ha, yaxshi. Sizni kitoblaringiz uchun tashakkur etgani keldim, oilamni, onamni, hammamiz nomimizdan. Bu yerdagi o'rganayotgan har bir gapimiz bizning baxtimiz, saodatimiz bo'lyapti. Bitta misol keltiray, keltiring. Hajga onamni olib bordim. Borib jumaga borsak, haramga sig'madik, ko'chada qoldik. Yer issiq, bossa oyoq kuyyapti. Bir do'kondordan kartonni olib oyog'imizga solsak, undan ham o'tib oyog'imiz kuydi. Rosa xunob bo'ldik, ish qilib, baribir xursand bo'lib ibodat qilib kelib, uyda osib olsam, oyoq kiyimman namoz o'qisa bo'lar ekan, shuni bilmabman deydi. Bitta